49 mingga 2 xonalik Novostroykadan xona olarmidingiz? Mana shu video aynan siz uchun. Arenterimiz vokzal, Lokomotiv baynani shunday yonida 6 qavatlik binoda 1-qavatda joylashgan 2 xonalik xonamizni obzorini boshladik. Kvadrati 45 kvadrat, narxi esa 49 ming dollar. Operator kiraverishda mana shu kattagina hol bo'ladi, ya'ni prixoshka, garderob zona qilgan akamiz, bu yerga termo zona qilgan, katta oyna qo'ygan. Ana endi uylarni obzorini boshladik. Operator, mana buni men qo'limga bekorga olganim emas, bu xonani o'zi fayzi boshqacha, gapni to'g'risi krutoy kuchukchamiz ham bor. Mana shu bitta zali bo'ladi, mehmonxonasi, televizor zona qilgan bu yerga akamiz. Dekorlarning zo'rini eng qizig'i mana shu lyustra, marjon deyiladi, eng zo'rini qilgan akamiz. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsataman, operator. Kattalar uchun yotoqxona, duxspalni divan, operator nima deyapti? Короче, kattalar uchun yotoqxona, mana shu yerga shkofni zo'r qilgan akamiz, terazasi bor, orqangizda termo zona ham qilgan. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxnini ko'rsatamiz, operator. 45 kvadratga mana shuncha narsani zo'r joylashtirgan akamizga gap bo'lishi mumkin emas, respekt. Mana shu katta xolodilnik, gaz plita, stralniy mashina, rakfeni bor bu yerga. Mana bu tashqarida shunday 1-qavat. Yonimizda hozir katta yana bino bo'lyapti. Bu kuxunni nimani ham zo'r qilgan, patologgacha zo'r qilgan. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, srochniy aloqaga chiqinglar. Novostroyka 1-qavatda 45 kvadratlik, narxi 49 ming. Konditsioner ham ichida podarka. Mana shu kuchukchani ham berib ketamiz, operator, ketdik.